Assalomu alaykum Jack Kokant va China Motors muxlislari va obunachilari. Xudo xolasa bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek Jack GS6 modeli, ya'ni Jacklar oilasida crossover modeli. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli optikalar va o'sha hozir moda bo'layotgan Lixiangda ukasi deb bekorga aytilmaydi bu. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, danni blижний tumankalari ham mavjud. Xo'p, to'rttadan lupali ko'zlar va 360 kamera. Motorga keladigan bo'lsak, motori 1.5 turbina, ya'ni rasxoti maksimum 10 tagacha chiqadi rasxoti do'stlar. Hali 8 ta 7 ta qilib yolg'on ma'lumotlar bermadim. Maksimum rasxoti 10 tagacha chiqadi. Endi yog'i bosishingizga qarab ko'tarilaveradi. Xo'p, mashinaning yon tarafiga keladigan bo'lsak, xo'p, R18 235 R18 quyma diskali balonlarimiz, albatta Kumho koreyskiy balonlarda, yumshoq balonlarda va podkrelniklarimiz bor va keyin buni amortizatori, ya'ni ходовой sistemasi Macpherson kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlagan. Bu yana ham yumshoqlik va yana ham komfort darajada ходовой sistemasi. Xo'p, bunimizda keladigan bo'lsak, ABS, EBD sistemalar bor, umumiy tormojeniya bor va X zigzag ushlaydi. Ya'ni chap o'ng oldi chap taraf ushasa, orqa o'ng taraf. Shunaqa X holatda mashina o'zini galoletga, ya'ni yo'ldan har xil hodisalar bo'lsa, o'zini upravleniyasini juda ham tez qilib oladi. Do'stlar, endi orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham juda ham chiroyli optika va linzali. Asosiy fishkamizni aytib o'tmabmiz. Ya'ni buni narxiga keladigan bo'lsa, uzr do'stlar, men esimdan, xayolimdan chiqib qolibdi. Havo sovuq, sovqotyapman. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, China Motors Qo'qon filialiga keladigan bo'lsalaring, 315 million so'm va chiroyli bonuslari bilan qilib beramiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, orqa qismiga keladigan bo'lsa, juda ham chiroyli optika va linzali va parktroniklari bor, 360 kamera bor albatta va ko'rib turganlaringdek plisoskalari ham bor. Bu ham bir zo'r tarafi. Xo'p, shtorkalari bor. Xo'p, bagaj qismiga keladigan bo'lsa, propanga joy tashlab ketgan. Xohlasangiz bu paddonni pastga joylab qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Zo'r, yaxshi. Endi asosiy biz tez, qisqa. Xo'p, bunda Yevropa standartiga javob beradimi? Javob berar ekan, do'stlar. Javob berar ekan Yevropa standarti. Va oyog'ingizga ham ochiladi. Albatta pult yonida bo'lsa, pult yoningizda keladi. Misol xarajat ko'tarib kelsangiz, oyog'ingizda ochiladi mashina. Xo'p, aytib o'tdik va endi tank qismi, gulishtir qismlari ikkitadan vixlet chiqqan. Bu yaqinroqdan ko'rsatingda, bu haligi yasamaga emas, ikkalasidan ham vixlet sistemasi chiqqan. Xo'p. Mashinaning ichki qismi, ya'ni ochilish qismlari 1 2 3. Albatta 3 pog'onali ochilish sistemasi va o'tirishga juda udobniy bo'ladi bu sistema. Yaqinroq olib keling. Koja, aquaprint. Xo'p, koja, albatta kolonka, pishalka, xo'p, markaziy qulf sistemasi, detskiy rejim va albatta stiklopodъемniklar avtomatik. Bittasiz o'zi tushiradi, bittasiz o'zi ko'taradi. Xo'p, do'stlar, sidinamizga keladigan bo'lsak, sidinamiz pamять sidina, 3 xil rejimi bor. O'zingiz upravleniya qilib olaverasiz. Keyin upravleniyasi ham, ya'ni upravleniyasi ham tilimcha sovuqda kelishmayapti. Upravleniyasi elektronik, o'zingiz to'g'irlab ocha olaverasiz. Va orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham ancha ochiladi. 1 2 bu ham 3 xil. Koja, xo'p, aquaprint, koja, kolonka va plastmassa. Plastmassa chizilib ketadigandan emas. Xo'p, pishalka bor. Hozir oldida men o'zimga keng qilganman. O'sha holatda ham bemalol
uzoq yo'lga. Va orqada deflektorlari ham bor. Xo'p, USB portlari bor. Bu ham yaxshi va albatta chiroqlari, salon chiroqlari ham bor. Mashina baland. Endi batga bitta zo'r sizlarga xudo xolasa klientlarimizga zo'r fishka, yana fishka emas, zo'r maslahat. Captiva 5 larda parogi tushadi. Xolasalaring lilarda parogini qo'yib olsalaring ham bo'laveradi, kaltasini. O'sha lida o'ziniki uzunroq bo'ladi, uni kaltalari bor. Mana shunga tushadigan, o'shanaqa elektronik paroglar qo'yib olsalaring bo'ladi, do'stlar. Endi salonga o'taylik. Xo'p, ichkari qismiga keladigan bo'lsak, xolodilnikdan boshlaymiz. Xolodilniklari bor, avtohold, xo'p, elektron ruchnik, PRNDlari bor, M, ya'ni mexanika qilsangiz ham bo'ladi. Беспроводной, keyin полный upravleniyalari sensor upravleniyada, ya'ni konditsioner, issiq sovutish, temperaturalardagi. Xo'p, ikkala sidina, oldi sidina isiydi, soviydi. Abagrefi bor. Xo'p, va eng zo'ri Mercedes dizayniga o'xshab, bitta o'zini kunduzi ko'rinmaydi, kechasi ko'rinadi. O'zini chiroqlari, podsvetkalari yonib turadi. Xo'p, 360 kamera hamma tarafini oladi. Keyin misol o'ngga sizlar pavorotni yoqib turib, o'ngga buriladigan bo'lsalaring, albatta o'ng tarafni olib beradi. Chapga buriladigan bo'lsalaring, albatta chap tarafni olib beradi. Bu ham bir qulaylik. Albatta rulimiz elektronika, korobkamiz variator korobka. Hop, 3 xil rejim bor: Eco, Comfort, Sport. Hop, cruise control, multimedia upravleniyalari va mexanikaga olib o'tganingizda o'zini lipstoklari bor. Va juda ham chiroyli dizaynda. Hozir shunaqasi moda bo'lyapti, ya'ni katta monitor boshdan oxirigacha. Endi bu boshdan oxirigacha emas, o'ziga yarashadigan holatda monitorlarni qo'ygan. Xo'p, panorama lyuk, общий управление sifatida. Hop, achka qo'yadigan joylari. Hop, bu nima, qanaqa tugma desalaring, bu tugma bokovой tagidagi tugma, misol orqadan danni qiladigan bo'lsa, bitta yoqib qo'yasiz, ko'zingizga tushirmaydi. O'zini ichida shunaqangi ishlaganki, misol chiroq sirasi tushishi bilan chiroq bu nima bo'lib qoladi? Tomni bo'lib qoladi. Ko'zingizga tushirmaydi. Va slipoy zonamiz ham bor, do'stlar. Misol o'ng taraf, chap tarafda biror narsani sezsa, mashina o'zi avtomatik slipoy zonalarni ishga tushiradi. Va shom datchigimiz bor, o'zi tunnelga, o'zi qorong'ilik tushsa, sirazi avtomatik hop, lampalarni, ya'ni chiroqlarni yoqadi. Danli blижнийlarimiz bor. Va nimasini ham, misol avtonomkasi shunday qo'yib qo'yasizda, misol yomg'ir yog'sa o'zi artadi. Xo'p, do'stlar, va mana pastda ham ko'rib turganlaringdek, pastda ham joy bor ekan, barimizni pastida bemalol yoyilib ketar ekansizlar. Xo'p, bitta nimasi, nima deydi? Bardachoki va koja, aquaprint, koja, albatta koja. Va motorni ochib ko'rsatamiz. Motoriga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 1.5 turbina. Albatta, hop, yaponskiy samesniy motor bo'ladi. Расходga keladigan bo'lsak, shu aytib o'tganimdek, maksimum 10 ta расход qiladi. Bu godasiga, bu vesiga 10 ta расход qilmasa ham bo'lmaydi. Ya'ni tortmaydi. Men sizlarga tortishlarini ham ko'rsataman, xudo xolasa, obzorimizda kuzatib boringlar. Hop, do'stlar, mana aytib o'tganimizdek test drive'ga olib chiqdik. Xudo xolasa mashinani gap yo'q. Hadovoyiga вообще hadovoy yumshoq. Men real narsani aytyapman. Hadovoy yumshoq. Kelib o'zlaring mini ko'rsalarini ham o'zi aytasizlar. Mana o'zi bizni, ya'ni blogimiz, bilasizlar, polni real hamma narsani olib chiqishadi. Borini bor, yo'g'ini yo'q. Lekin hozir mana 3 xil rejimni aytdim-ku, hozir eko rejimda komfortga olamiz. Hop, albatta yo'l qoidalariga qaraymiz.
Hop, do'stlar, ko'rib turganlaringdek juda ham o'zini upravleniyalari yaxshi. Deyman, avariyalari bo'pti mana. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Unchalik bo'lmabdi, mayli. Hop, do'stlar, o'zini upravleniyasi zo'r mashinani. Вообще tutishlari. Bir pasda 60-70 quchoqlab olyapti. Shahar ichida sal sekinroq yurish kerak. Do'stlar, albatta. Upravleniyalari vashi zo'r. Endi ana danli katta yo'lga chiqib, keyin ko'rsatamiz. O'sha katta yo'ldagina ko'rasizlar, xudo xolasa. Maksimum endi nechiga chiqishini ko'rsatamiz. Hozir svetofordan o'tib olaylik-da. Tezligini ko'rsatamiz. Ko'rsating. Rol qatyapti. Shu bilan hop, obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa kuzatib boringlar va albatta podpiska, obuna tugmasini ezib qo'yinglar. Mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.